Bu yil dekabr oyi qanday bo'ladi? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostiga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 1-3 dekabrda respublika bo'yicha qish faslining boshi uchun biroz iliq va quruq ob-havo saqlanib turadi. Hududning katta qismida havo harorati kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduz kunlari 12-15 daraja iliq bo'ladi. 4-5 dekabrda respublika hududi bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi harorat 3-6 darajagacha pasayadi. 6-7 dekabrda O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi va harorat 12-15 daraja iliqqacha ko'tariladi. Keyinchalik oyning oxirigacha harorat kechalari 0,5 daraja iliqdan 2-7 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 10-15 daraja iliqdan 0,5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Harorat tartibi bo'yicha dekabr oyi o'rtacha iqlim me'yoridan 1-1,5 darajaga yuqori bo'lishi kutilmoqda. Oyning ayrim kunlarida yomg'ir va qor ko'rinishidagi yog'ingarchilik bo'ladi. 2 va 3 kunliklarda harorat kechalari 2-7 daraja sovuqdan 0,5 daraja iliqqacha, kunduz kunlari 2-7 daraja iliqdan 10-15 daraja iliqqacha o'zgarib turadi.